Qarshi shahrida joylashgan g'isht zavodi ekologik talablarga rioya qilmaganligi sababli vaqtinchalik yopildi. Mutasaddilar tomonidan o'tkazilgan tekshiruv davomida korxonada bir qator qonunbuzarliklar aniqlangan. Ekologiya va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasi Qarshi shahar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan reyd davomida g'isht zavodi faoliyati o'rganildi. Tekshiruv jarayonida korxona ekologik ekspertiza xulosasini olmaganligi hamda gaz, chang tozalash qurilmalarini o'rnatmaganligi ma'lum bo'lgan. Shu sabab korxona faoliyati vaqtinchalik to'xtatilib, muhrlash ishlari amalga oshirildi. Mutasaddilarga ko'ra, zavod faqat ekologik ekspertiza xulosasini olib, barcha me'yoriy talablarga javob berganidan so'ng o'z faoliyatini qayta tiklashi mumkin. Ma'lum qilinishicha, ushbu korxona oxirgi marta 2025-yil oktyabr oyida ishlagan. Tez orada g'isht ishlab chiqarish mavsumi boshlanishi kutilmoqda. Agar muammolar bartaraf etilmasa, atmosferaga yana zararli tutunlar chiqishi mumkin. Shuningdek, o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida ekologiyaga zarar yetkazgan yana 4 ta korxona ish faoliyati to'xtatilgan. Ekologiya xodimlari bunday nazorat tadbirlarini viloyat bo'ylab davom etishini ma'lum qildi. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling.